Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Qo'y qo'zi, qo'chqor ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Mana bunaqangi oyoq qo'li uzun-uzun Qirg'iziston Hisori qo'zi qo'chqor ishqibozlar. Akalar soni 7 dona, yoshlar 7 oylik Filistin atrofida qo'zlarimiz yetib kelgan oyoq qo'li uzun bo'lar ekanlar akalar. Mana narxi ham xudo xolasa unaqa oshishda katta narx chiqmaydi, xudo xolasa yo'lida qilib chiqarib beramiz, aloqa chiqaverasizlar. Akalar bularni yosh oilalari 7 oylik atrofida, bo'ylari 75 plus-minusda. Xo'p, sog'liqlari hamma tomonlari akalar sinovdan o'tdi, behijolat aloqaga chiqib bemalol tashlab qo'yamiz desangiz bo'laveradi. Xo'p, bularda akalar hammani qiziqtiradigan joyi narx 4 million, 4,5 million narxlar yo'q. 7 talasini bir joyga bo'lsa 3 million 600 ming so'mdan akalar ketdi. Aloqaga chiqasiz, xudo xolasa qo'zini go'zallari tiniqlar. 3 million 600 ming so'mdan 7 bosh. Burnoqmi, erishdi boshqasiga akalar bir haftadan keyin garantiya. Olasiz, xudo xolasa shunday bossangiz bu. 3 million 600 ming so'mdan akalar aloqa chiqarasiz. Xudo xolasa nomerlar qoldiramiz. Manzilimiz Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i. Bugungi sanamiz 8 oktyabr chorshanba kuni bo'layotgan turgan video. Aloqa chiqasiz, xudo xolasa qo'zlarimizni Toshkent vodiy bo'ylab Toshkentgacha dastlabki xizmati mutlaqo besplatni. Xudo xolasa yetkazib chiroyli qilib olib beramiz. Aloqa chiqasizlar, xudo xolasa ish bitadi akalar, o'ylab o'tirmay aloqaga chiqaverasiz.